Nima uchun hozirgi paytda abituriyentlar o'qishga kirish uchun qo'shimcha kurslarga borishi kerak? Bilamiz, qo'shimcha kurslar to'lov asosida bo'ladi. Bu holatda ota-onalar ham bolasini ta'limiga juda ham katta e'tibor beradi. Bundan tashqari o'quvchilar ham pul to'lab o'qiganligi uchun ta'limga o'zlari ham yaxshi e'tibor berishadi. 11 yillik maktabdagi ta'lim bilan 1,5 yillik o'quv markazlaridagi ta'limning farqlari nimada? 11 yillik maktab ta'limida, masalan, oddiy matematika darsi 45 minut bo'lsa, uni 15 minutda tashkil ishlardan o'tib ketadi. Davomat, vazifa tekshirish va hokazo shunaqa narsalar bilan. Ya'ni 30 minut vaqt qoladi. 30 minutda bitta xonada 30 ta o'quvchi bo'lsa, donasida hisoblab chiqqanda har biriga 1 daqiqadan vaqt to'g'ri keladi. Lekin o'quv markazlarida maksimal 15 kishi bilan dars o'tiladi. Dars soatlari eng kamida 1,5 soat bo'ladi. Bundan tashqari yana qo'shimcha ustozlar ular bilan shug'ullanadi. Maktabdagi ustozlar bilan o'quv markazidagi ustozlar farqi nimada? Chunki o'quv markazidagi ustozlar ko'proq va yaxshiroq natija olib chiqyapti hozirgi paytda maktabga nisbatan. Maktabdagi o'qituvchilar o'zini fanidan tashqari yana boshqa tashkiliy ishlar, hujjat ishlari, o'zlarining qilish kerak bo'lgan ishlar bor. Shularga urg'u berishadi. Repetitordagi o'qituvchilar bo'lsa, ular faqat o'ziga va o'quvchilariga e'tibor beradi. Shuni hisobiga e'tibor faqat bir tarafga qaratilganligi uchun o'zi ham, o'quvchilari ham tez o'sadi va natijalari ham yaxshi chiqadi. Maktab ta'lim tizimida nimalarni o'zgartirsak, o'quv kurslariga bormasdan ham oliy ta'limga kiradigan o'quvchilar soni ko'payadi. Xuddi shu repetitorlarda tizimida bo'lgani kabi, o'qituvchilar faqat o'ziga va o'quvchilariga e'tibor beradigan tizim qilsak, bu holatda natijalar yaxshiroq chiqadi yana ham. Xo'p, bu jarayon o'quvchilar bilan bog'liqmi? Ya'ni o'quvchilar ham o'zgarishi kerakmi? Qaysi tarafdan? O'quvchilar ham, nafaqat o'quvchilar, balki ularning ota-onalari ham o'zgarishi kerak. Ya'ni maktabdagi ta'limni bekorga qilib qo'yganligi uchun, ya'ni bepul bo'lganligi uchun ta'limga e'tibor berishmaydi. Ya'ni maktabga bordi, keldi, shuni o'zi yetadi. Davomatda plyus bo'lib qolsa, shuni o'zi yetadi. Lekin repetitor unday emas. Darsga kech qolib borsa ham ota-onasi so'kadi. Bu gapingiz bilan maktabdagi ta'lim tizimini ham pulli qilish kerak ham to'liq? Yo'q, bu holatda pulli qilish kerak emas, balki ota-onalar shu narsani tushunishi kerak, bu narsani tushuntirish kerak. Bepul ta'lim degani bu narsani havoga surish kerak degani emas, balki undan unumli foydalanish kerak. Farzandini kelajagi uchun ota-onalar ham xizmat qilish kerak bu yerda.